Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugun iqtisodiyot va moliya bo'limi tomonidan iqtisod va moliya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning natijalari va mavjud muammolar bo'yicha gaplashib o'tamiz. So'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisod va moliya sohasida tubdan isloh qilishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, moliyaviy tizimni mustahkamlash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadbirkorlar uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar va amalga oshirilayotgan loyihalar. 2025-yil iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan hududimizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida qo'shimcha moliyaviy resurslar ajratildi. Shundan shahar hududidan o'tuvchi Janubiy Mirzacho'l kanali bo'yida sohil bo'yi xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha qiymati 3 milliard 100 million so'mni tashkil etadi. Ushbu loyiha doirasida zamonaviy dam olish xizmat ko'rsatish infratuzilmasi yaratiladi. Bir dona O'zbekiston bayrog'i o'rnatiladi. Bitta favvora va bitta avtoturargoh barpo etiladi. 18 ta dekorativniy ustun va 20 ta yoritish chiroqlari o'rnatiladi. Aholi va yoshlar uchun bitta workout maydonchasi tashkil etiladi. Mazkur hudud kelgusida savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish obyektlarini joylashtirish orqali tadbirkorlar uchun jozibador manzilga aylanadi. Hamda Yangiyer shaharda Yangiobod mahallasi, Toshkent ko'chasi hamda Navro'zobod mahallasi, Navro'zobod ko'chasi yo'l bo'yi xizmatlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha doirasida 630 quvvatli yangi transformatorlar o'rnatish, zamonaviy piyodalar yo'laklari barpo etish, 600 dona energiya tejovchi ko'cha yoritgich chiroqlar o'rnatish. Mazkur infratuzilmani yaratish natijasida tadbirkorlar uchun savdo do'konlari, kafe va xizmat ko'rsatish shoxobchalari ochish imkoniyatlari kengayadi. Yo'l bo'yi servis xizmatlari rivojlanadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi hamda aholi daromadlari oshiriladi. Amalga oshirilayotgan mazkur loyihalar nafaqat shahar infratuzilmasini yaxshilash, balki tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish, investitsiyalar jalb qilish va xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirishga muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiy muammolarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda tadbirkorlarni rivojlantirish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilayotganiga qaramasdan, sohalarda ayrim tizimli muammolar saqlanib qolinmoqda. Bulardan moliyaviy resurslarga, xususan kredit mablag'lari yetarli darajada kirish imkoniyatlari cheklanganligi, yer ajratish va infratuzilmaga ulanish jarayonida ortiqcha vaqt sarflanishi, elektr energiyasi va gaz suv ta'minotlari uzilishlari mavjudligi, soliq hisobot tizimlarida ayrim murakkabliklar, bozor infratuzilmasi va logistika xizmatlari yetarli rivojlanmaganligi, malakali kadrlar yetishmasligi. Mazkur muammolarni bartaraf etish, tadbirkorlar faoliyatini samaradorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar davom ettirilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.